Assalomu alaykum, hurmatli akalar, hurmatli obunachilar. Chorvosh bozori. Ona bolani udarni olaman, zo'rni olaman akalarimizga shved ona bolasi keldi. Bola urg'ochi. Bolasi necha kunlik bo'ldi aka? 1 oylik. 1 oylik, xudo xolasa 1,5 oy atrofida. Shved yiriga. Xudo xolasa qancha sutga beramiz aka? 16 ta. 16 sutga olursinmi? Sigir umid ko'rib olamiz akalar. Ona bola olaman, zo'rni olaman akalarimizga 16 sutga ona bola sigir shved yiriga xudo xolasa. Yemishlariga, tana joniga javob beriladi. Muammosi yo'q. Qayerdan mol aka bu? Paxtani bo'ldi. O'zimizni Chinoz tumani Paxta, eski Toshkent, to'g'rimi? Dog'at narxi qanaqa bo'ldi aka buni? Hurmatli akalar, Chinoz mol bozorida buni 31 million qilib bermadingiz. Ozgina qo'ysa ketadigan joyi bor-a? 1 million qo'ysa ketadimi? Shu atrofda bitib ketadi. Hurmatli akalar, 32 atrofida pishadi, ishimiz bitib qoladi. Qiziqqanlar, mana shu sigir olaman degan, shved boqaman degan akalarimizga nomer qoldirib ayting nomer. O'g'limda nomerlar. Raqamingiz 99lik 855 655 8500. Madagalar sizga sotiladi, aloqa chiqinglar. Xudo xolasa sizlar kim o'zi? Doston aloqa qilsanglar, mana sigirni egasi bo'ladi xudo xolasa. Bola urg'ochi 16 ga javob berishadi. Do'stim charchamaylar, Saudiyalar kuningiz xayrli bo'lsin.